21-asrda Jahon chempionatidagi debyutida eng yuqori natija qayd etgan terma jamoalar. 2010-yil Slovakiya guruhda amaldagi chempion Italiyani 3-2 hisobida mag'lub etib, nimchorak finalda Niderlandiyaga qarshi maydonga tushib 1-2 hisobida mag'lub bo'ladi. 2006-yil Gana guruhda AQSh va Chexiyani yengib, nimchorak finalga chiqadi, ammo nimchorak finalda dahshatli Braziliyaga to'qnash kelib 3-0 hisobida yutqazadi. 2006-yil Ukraina guruhdan 2-o'rin bilan chiqadi. Nimchorak finalda Shveysariyani penaltilarda yengadi. Chorak finalda esa bo'lajak chempion Italiyaga 0-3 hisobida yutqazadi. 2002-yil Senegal guruhda amaldagi chempion Fransiyani mag'lub etadi. Nimchorak finalda esa Shvetsiyani qo'shimcha daqiqalarda yengadi. Chorak finalda Turkiyaga 0-1 hisobida imkoniyatni boy beradi. Kelasi yil milliy terma jamoamiz ham jahon chempionatida debyut qiladi. Ulardan ham shunday ajoyib natijalar kutib qolamiz. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.